Assalomu alaykum bolalar. Bugun sizlar bilan qo'shiq bot kod yozmasidan yaratib olamiz. Mana birinchi o'rinda bot fazerga kiramiz. Mana описаниеda qoldiraman buni. New botni bosib, botimizga nom qo'yib olamiz birinchi o'rinda. Men vkm music bot deb qo'ydim. Bunga endi vkm music bot oxirgi bot bunaqa bor ekan. vkm bot masalan mana yaratib oldik. Endi bunga start bosamiz, lekin hech narsa chiqmaydi. Endi buni olamizda music creator degan botga tashlaymiz. Buni ham описаниеda qoldiraman. Bunga start bosganlaringdan keyin mana yana bir marta bosaman. Start bosganlaringdan keyin aytibdi bot fazerga kir debdi. Yangi bot ochvoda debdi. Bu yoqqa tokenini jo'nat debdi botni. Mana bu narsani olamiz. Token deyiladi mana shu. Botni tokeni. Mana. Bu hozir kod yozmasdan biz tayyor qo'shiq botni yaratib olamiz mana. Ozgina kutamiz. Ozgina kutamiz. Mana. Startni bosamiz. Tilni tanla debdi. Qo'shiq. Mana. Qo'shiq bot yaratildi. Endi bunga qo'shiq yozamiz. Masalan, funk deb yozaylik. Funk. Mana shuni ko'ramiz. Hozir jo'natyapti funkni. Mana. Mana ko'rdilaring. Endi yana biron bir qo'shiq masalan Yulduz Usmonovani qo'shig'ini qidirib ko'ramiz. Yulduz Usmonova. Muhabbat, sanamgina hamma qo'shiqlari chiqadi. Endi botimizga ishlov beramiz. Rasm qo'yamiz yana. My bot. Edit. Mana. Name vkm music bot. About. Bot haqida. Masalan, bu bot orqali hamma qo'shiqlarni topasiz deymiz. Bu bot orqali hamma qo'shiqlarni topasiz. Mana. Bot orqali hamma qo'shiqlarni topamiz. Shunday kirganimizda bu bot orqali hamma qo'shiqlarni topasiz mana. Qilganimizday bo'ldi. Endi edit about bo'ldi, description. Bu bot nimalar qila oladi? Endi bu bot nimalar qila oladi-da? O'zbek qo'shiqlar, funk, bass, music. Endi men misol uchun yozyapman mana. Bu ham bo'ldi. Mana. Bu bot nimalar qila oladi? O'zbek qo'shiqlar. Bularga o'zlaring chiroyli qilib shriftlarda yozsalaring bo'ladi. Men endi misol uchun ko'rsatib beryapman sizlarga. Endi edit description picture. Edit bu botni ustidagi rasmi mana. Bunaqa rasm. Tasha debdi. Profil. Botni profilini rasmini tasha debdi. Endi bu kiramiz. Oldindan men yozib oldim. Masalan, menga vkm bot deb yozamiz. Mana shu deylik. Ozgina kutamiz. Sal internet pastroq. Mana сохранить kopirovat kartinka qo'yib olaman-da men. Mana profil botni profilning rasmini tasha debdi. Mana shuni tashadim mana. Mana bo'ldi, qo'yildi.
Endi botga kirib ko'ramiz. Mana hozir qo'ygan narsamiz. Yana qo'shiq yozib ko'raylik. Past myuzik deb yozaylik yana. Mana hammasi bor. Mana har xilchasidan bor. Telegramdan menga yozsalaring, shunaqa botlarni kodli yasashni ham o'rgataman. Birinchidan YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, hali bundan ham zo'r narsalar bo'ladi. Shunaqa kod yozmasdan botlar yaratishni hali o'rgataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.